Hop, shu modelatsiyamiz Honda'da hip-kiskamiz to'liq tuzatganmiz. Qarang, hozir qanaqa bo'ladi? Mana shu modelatsiyani ko'rsatay sizga ishlari bilan birga. Arkalari tuzishi, teglari bilan birga qora qilib tutib, hamma narsalarni solib berganmiz. Eshiklar to'rtta stol qilib berganmiz. To'rtta bo'ladi. Hop, oxirida hip-kiskasini ham tugatamiz. Gilamlarni ham bir to'la yuvib berdik. Gilamni o'zini ham to'liq yuvib berdik. Quritib joyiga qo'yib qo'ydik. O'tgan ikkita boshli hip-kiskamiz bor. Hop, Toyota'ni ko'rsatib beradi. Avalon. Bu ham xudo xolasa ish boshlangan. Endi mana buni qarang endi. Ko'rasiz. Hamma narsa bor ekan. Ko'rsatmasin. Bolasi bor joyda boshlab olaman. Ko'rasiz. Bu narsani mulkada ketkazib bo'lmaydi. Shuning uchun hip-kiska tavsiya qilamiz. 4-5 oyda bir marta imkon bo'lsa, bemalol hip-kiska qidirib olavering. Xudo xolasa cho'tki chiqarib beramiz. Xizmatlar bo'yicha bemalol murojaat qiling. Naryoqda yana bitta boshlanamiz bor.